92 kvadrat remont premium klass shu uyimizni sotilyapti. 90% mebel texnikasi qoladigan uy egalari 128 ming so'rashyapti. Har doimdek kelishiladigan joylari bor. Manzil Yunusobod 14-kvartal bahor bilan Kristal to'yxonani ro'parasidan kirib kelamiz. Yulduzdan 2-3 dom bo'ldi. Lokatsiya infrastrukturaga gap bo'lishi mumkin emas. Bu uyimiz 3-qavatda joylashgan 5 qavatli bino, 2-6 balkon. Uyimiz juda ham chiroyli. O'tkazmasdan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Qarang. Bu yog'imizda esa bizda zalimiz bo'ladi. Zalimizda двойной 3 xona удвоенный зал 92 kvadrat. Полностью авторский proyekt, ruchnoy работаlar ko'p joyda. Qarang. Bu joyimizda bizda bor yo'g'i mana bu stolimiz bilan gilamlar olib ketilyapti. Qolgan hamma narsa konditsioner, televizorlarimiz qolyapti. Keling, davom ettiradigan bo'lsa, bizda prixoshkaga kelamiz. Asosiy podyezddan kirish eshigimiz bu tarafimiz bo'ldi. Uzungina prixoshka, xonalar hammasi alohida. Chap tarafimiz chiroyli необычный oq bilan kombinatsiya ranglarda встроенный mebel. Kiyim-kechak oyoq kiyimlar taxliyamiz. Bu yog'imizda esa bizda detskimiz bo'ladi. Detskimiz ham juda ham ajoyib oydin tarafga. Shkaflarning rangini, remontlar rangi, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu tarafimiz bizda 3-xonamizda spalniy bo'ladi. Dekoratsiya, ranglar, podborka juda ham chiroyli. Bu tarafimizda esa o'zlarining garderobnilari ham mavjud. Shu yo'nalishda kelganimizda mana qaraymiz. Prixoshka, sanuzel, oshxona, balkon, kafel, cho'p pollarimiz bor. Chap tarafimizda esa bizda sanuzel bizda samishonniy oqqa qora kafel kombinatsiyada juda ham chiroyli tushgan va bu yog'imizda esa bizda oshxonamiz. Mana oshxonamiz, mягкий zona, o'tirib, yoki ovqatlanib, televizor ko'rib dam oladigan joy ham va bu yog'imiz esa balkon 2-6 полностью mebel oshxona. Proyekt qanaqa? Menga juda ham yoqdi. To'g'rimizda bizda shkaf, mikrovolnovka, duxovka, холодильник o'rta, bu yog'imizda mana ko'rasizlar, stoleshniца, umывальный shkaf va bu tarafimizda zona готовки, gaz plitamiz bu yoqqa tushgan va bu yoqda mягкий mebel дополнительно o'tirishga. Xullas, uy juda ham ajoyib, faizli. Telefon raqamlarini qoldiraman, tezda aloqaga chiqasiz.